Qalqonsimon bezingiz xavf ostida. Agar shularga odatlangan bo'lsangiz, kuniga yetarli miqdorda yod kirmasa, qalqonsimon bezda gormonal o'zgarishlar kelib chiqadi. Yodlangan tuz, dengiz mahsulotlari va yod preparatlari bularga yechim. Doimiy stress va asabiylashish modda almashinuvini buzadi va qalqonsimon bezda tiroksin gormoniga ta'sir qiladi. Sayohatga chiqish va yaxshi ko'rgan mashg'ulotlardan shug'ullanish bunga davo. Kam va kech uyqu kortizol gormonini oshiradi, qalqonsimon bezdagi tiroksin gormonini bloklaydi. 22:00 da yotib uxlash va kunlik 7 soatdan kam uyqu bo'lmaslik bu majburiyat. Shirinliklar, fast food, gazli ichimliklar va yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishi bu organizmni yallig'lanish prosesiga olib keladi va qalqonsimon bezga autoimmun proses ta'sir qiladi. Sintetik bo'lmagan tabiiy mahsulotlarga o'ting. Harakatlilik metabolizmni sekinlashtiradi. Bunga yechim kuniga 10 000 qadam yurish va kardionagruskalarni bajarish. Siz qaysi odatlarni bugunoq o'zgartirasiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana shunaqa foydali ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling.